Bu Cobalt-larni salon narxida, ya'ni zavod narxida qilib beramiz. O'zlariga tegishli bo'lgan mashina olib kelsa, almashtirib beramiz. Farqi yo'q. Gapga javob berishimiz kerakki, shu qanaqa mashina bo'lsa kelsa, biz olaveramiz. Farqi yo'q. Mashina kaltini beraman, olib borib tekshirtirib kelishadi. Arzoni shu 14 millionga. 14 million. Shuni qo'yib 17 million qo'yib beramiz. Yana 1 million baribir tushib beryapsiz. Yana tushib beramiz. Shu olgan odam baraka topsa, genda bersam chiqadi. 2024-yil 50 ming yurgan, kraska toza, avtomat, Cobalt. Chexol, polilar bor, tayyor mashina ekan, benzinda. Bu narxi juda ham arzon. Balonlari. Bugun ertalab 125 millionga sotib oldik shu mashinani. Kimga qiziq bo'lsa, 126 millionga sotamiz. Misol, mayli foyda qolmasa ham, boshqa qilmasa ham, bittasidan bo'lsa, bittasidan qoplab ketaveradi. Shtobi klient xafa bo'lmasa bo'ldi. Bizga Avtoelon.uzda kafolat bilan rasmiy dilerlardan mashina oling. Modelni tanlang va kreditni hisoblang. Hoziroq rasmiy dilerlar bo'limida tekshiring. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Videorolikka bitta like bosib, GM avtomobillarni, ayniqsa Cobalt olmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Qarshi mashina bozori ro'parasidagi avtomillionda mehmonmiz. Xo'p, nima yangiliklar, narxlar qanchalik tushyapti? Ki hamma obunachilarimiz avtomillionga qiziqish bildiryapti. Eski mashinalarni haydab olib borsam, hisoblab olib qolib yangiroqni qilib beradimi deyapti. Barter bormi deyapti. Barter imkoniyatlari ham bor. Xullas, avtomillion jamoasi rahbari Elyor akamizdan to'liq ma'lumotlarni birgalikda hammasini eshitamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Elyor aka yana bir bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akajon, charchamasdan xalq xizmati bilan issiqlarda. Bu Cobalt-larni sonini cheklamagan holda taxlab qo'yibmiz. Hammaga narxi qiziq Cobalt-larni. Qanaqa bo'lyapti? Zavod narxini beraveramizmi? Ustiga qo'yib qo'ymasdan. Narxi, avvalambor assalomu alaykum, avtomillion kuzatuvchilari va Sardorobek uz kuzatuvchilari. Bu Cobalt-larni salon narxida, ya'ni zavod narxida qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, o'ziga tegishli bo'lgan любой turdagi mashina olib kelsa, yangi mashina qilib beramiz. Shunday Matizimni haydab kelsam, bosh to'lg'onga uraveramizmi shuni? Uraveramiz, farqi yo'q. Muammo yo'q. Bez problem. Sizga hozir buni zavod narxida bersangiz, foyda qayerdan aka? Bizga foyda muhim emas, bizga klient muhim. Demak, har bir kelgan mijozni rozi qilishga harakat qilamiz, maksimal. Bizga klient muhim. Shu klient kelib avtomilliondan mashina xarid qilsa, shunisi bizga qiziqroq. Zo'r. Demak, Cobalt MCM, Midnight MCM, Style MCM ikkalasini cheklanmagan miqdorda zavod narxida kelib xarid qilishingiz mumkinmi? 2 soat ichida birdaniga nomerlarga rasmiylashtirib, xohlasin birlamchi asosida, xohlasin ikkilamchi asosida o'zlariga tegishli bo'lgan mashina olib kelsa, almashtirib beramiz. Farqi yo'q. Zo'r juda ham. Ko'plar Qashqadaryoni qayerda joy, manzilga qiziqishyapti. Qayerda o'zi joy, lokatsiya? Lokatsiya joyimiz Qarshi Moshin bozor, ya'ni Nasaf bozorini ro'parasida. Demak, uzoqroqdan keluvchilar, misol uchun bir kunda shunaqa mo'ljal bo'ladi-ku, yakshanba dam olish kunda mashina bozoriga ham boraman, avtomillionga ham boraman. Ishlab beramizmi yakshanbada ham? Biz yakshanba kunni farqi yo'q. 24 ga 7 ishlaymiz. Viloyatdan kelgan, uzoq yo'ldan kelganlar uchun bir kunda ishlari bitmasa, gastitsani tashkillashtirib beramiz. Gastitsa pulimiz bepul. Birinchi kun bo'lmadi, ikkinchi kuniga, ikkinchi kun bo'lmadi, uchinchi kungacha bepul dam olib ketishlari mumkin. Demak, sharoitlarni qo'ldan kelsa saqlab beramiz. Aynan bizning obunachilarimiz kelib birorta mashinani sizdan xarid qildi. Nima bonus qilib bera olamiz? Addish o'zingizdan. Bonusiga 40 ta benzin обязательно beriladi. Nimasi yo'q? Chexol, poli yo'qmi, balon yo'qmi, gaz yo'qmi? Любойni qilib beraman. Gap ketdi. Gap. Bo'ldi. Kelasizda Elyor akamizni o'zini ushlab olasizlar. Pastda call center raqami emas, Elyor akamiz o'zining shaxsiy raqami turibdi. Qanaqa savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib, ochiqchasiga gaplashib olsangiz bo'ladi. Keyin hamma o'tgan videomizni qo'ydik, eski Nexia, Matiz. Endi eski deganda ko'plar, yo'q, men eski deb aytmam, men kerak. Tan olamiz, o'sha mashina kimgadir kerak, kimdir ro'zg'orni yuritib turibdi. Lekin eski narsa arzon bo'ladi. Buni tan olish kerak. Shunaqa pul arzonlardan ham bormi bugun ha? Bugun video davomida kuzatib borasizlar. Arzon Nexia qo'yamiz, arzon Cobalt qo'yamiz va arzon Inomarka qo'yib beraman. Pulni yengil qilib beraman. Bir Captiva kerak, nech pulga qilib bera olamiz? Captivani avtomillion obunachilari uchun 60 millionga qo'yib beraman. 5 mingga ham bormayapti shunda. 5 mingga ham bormaydi. Kurs bugun ko'tarilgan, yana 5 mingga bormaydi menimcha. Nexia so'raganlar nech pulga Nexiyasizmi? Eng arzon Nexia 14 millionga Nexia qo'yib beraman. Bu realni yuradimi mashinalar? Realni yuradi. Toshkent deydimi, Amerika deydimi, любой joyga boradi. Yana ham kelib turib tekshirib olishlari ham haqqi bor. Haydab ko'rib ustiga ko'rsatadi. Bemalol. Zo'r juda. Lokatsiya tushuntirildi, pastda raqamlar.
Endi bor variantlarni ko'rsatishimiz kerak. Keyin hammaga qiziq bo'lyapti. Hop. Shu o'rinda aytishimiz kerak. Pachka Cobalt xarid qildi. Kimdir Spark'i bor, Nexia'si borda bir Shunaqa. 50 millionlar hisobiga oldi deylik. Shunaqa. Cobalt misol uchun 156 million zavod narxi. O'sha Zavod Style narxi o'zi. M2. Xo'p, qolgani necha yilga to'lasak bo'ladi bank qilib olsak? Qolganini bank asosida xohlashsa 3 yildan 5 yilgacha, misol 3 yilgacha shuni bank asosida 3 milliondan yo 3 million 100 dan oylik to'lov chiqarib beramiz. Aha, o'sha boshdan boshlatib bersa. Boshlang'ich 25% beradi, ya'ni qancha 39 million 250 ming beradi. Qolgani 3 million 100 3 million 200 dan chiqarib beramiz. Ha, demak hozir siz 39 million puli borlarga 3 milliondan Cobalt taklif qilyapsiz. Shunaqa, pachka M7 Style xohlashsa Midline. Zo'r. Vaqtida probegli Cobaltlarni 4,5-5 milliondan olib haligacha o'zolmay yurganlar juda ham ko'p. Demak, qayerdan olayotganligi, kimdan olayotganligiga e'tibor qilish kerak. Mana kelishsa, misol Cobalt tushirib qo'yganmiz. Xohlaganlaricha bor. Xohlaganlaricha farqi Bular yo'q. hammasi pachka base probeg trailer bilan to'g'ri shu O'sha yo'lga. trallerdan shu yoqqa tushirib qo'yganmiz. Zo'r juda ham. Ko'rsataylik, Ilyor aka, bir probegli sizda ham arzonroq variantlar bo'lsa, Keling. puli yengilroqlaridan. Keling. 995 legenda. 95-yilda menimcha hammasi Cobalt olib 995 Shunaqa. taqib olgan, hop. 2025-yil Style yurgan probegi 30 ming, metan gazlari bor, tayyor, minishga sanaqa kamchiligi yo'q. Hamma ishlari qilib qo'yilgan. Gidravlik konditsioner ABS, Shunaqa. metan bor. Shunaqa. Narxlar ham juda shkalat. 145 million. Yana kelishsa, savdoni ustida kelishtirib Tayyor ekan xullas. tayyor mashina. Balonlargacha qo'yilgan. Nech pul buni bo'lish joyi? Buni 140 millionga beraveramiz. Yana tusha olamizmi yo'qmi? Yana kelishsa, yana kelishamiz. Gaplashib beramiz xullas. Shunaqa. Bunga ham barter ketaveradimi? Liboy farqi yo'q. Qanaqa mashina turidagi bo'lsa farqi yo'q, qilib beraveramiz, muammo yo'q. Muammo yo'q. Demak, kelib Shunaqa. ko'rsak bo'ladi. Shunaqa. Xullas biz video davomida hammasini ko'rsata olmaymiz. Siz ham vaqt borida kelib variantini Shunaqa. ko'rishingiz kerak. Kimdir Spark so'rabdi o'tgan videomizda, kimdir Damas so'rabdi. Hammasidan Shunaqa. bora, xudo xolasa. Xullas kalom kelishsin, liboy turdagi mashina qilib beramiz. Manilganmi, pachkami, yurganmi, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar boshlang'ich to'lov asosida qilib beramiz. Yana agar narx olaman desam, kelishtirib beraveramiz. Zo'r juda ham. Puli yengilroqlarni ko'rsatib ketaylik, bir ikkita variant. Xo'p. Bitta Midline Cobaltimiz bor, yurgan masofasi 17 ming, 25, propan gazi bor, tonirovka ruxsati bor, pachka baloni bor. Buni skidka narxida 145 million qilib beramiz. Ko'ringlar. Midline Midnight'da o'zi Shunaqa. rullar taxlangan ekan, cruise controllar Shunaqa. qo'yilgan. tayyor. 17 ming kilometr yurgan, krugovoy tonirovka, 4 yumshoq balon, gaz. Shunaqa. Avtosalonda 155 milliondan sotilgan. Shunaqa. Bunga menimcha bir 1,5 mingga qo'rilgan menimcha. Shunaqa, Minglarga pachka hal balon. bo'lmaydi bu. Propan, chexol poley, tonirovka ruxsat, hamma ishlar qilib qo'yilgan. Buni taqalgan nechi pul? Kelishsin 145 million o'zi juda shikolat narxida. Ya'ni buni olganmiz, o'zini puliga pashti beryapmiz. Yana ham kelishsin. Misol uchun So'm. kimnidir 30-40 millionlik mashina bo'lsa, qolgan 100 millionni bank qilib ketish Shunaqa. imkoniyati ham mavjud. Shunaqa. Yaxshi variant. Keyin rangli mashinalarimiz bor. Va bu mashinani ham skidka narxini tushirganmiz. 2020-yil Gentra avtomat. avtomat Gentra Darkman Blue kirlo kapotda kraskasi bor, ichida o'tmagan, 110 ming yurgan. Buni skidka narxida 100 millionga tushirib qo'yganmiz. Zo'r. Ilyor aka, endi ko'p obunachilarimiz biz chiroqchida ko'proq bozorda yuramizda. Bilasiz, chiroqchi u taraflarda savdo sal boshqacharoq. Shunaqa. Kimdir misol uchun shunga 5 ming dollar berib 1 oy, 2 oyda ajdana qilib 2 bo'lib bersa bo'ladimi? Bir oygacha kutamiz shuni. O'zini Ustiga pul qo'shmasdan. Yo'q, o'zini puliga. Bank aralashtirmasdan. Aralashmasdan. Ko'ringlar, qiziq bo'ladigan bo'lsa kelib ko'ringlar. Puli ham yengil. Yarim pullar bo'ladigan bo'lsa, qolganini misol uchun 1 oyda qilib beraman siz. Shunaqa. Gapga javob bo'lsa, da kelishsa beramiz. olib ketaverasizlar, muammo yo'q. Keyin bitta bunaqa Darkman Blue bor. 2025-yil. Bu chista midline bu. Hamma ishlari qilingan, gazlar o'rnashtirilgan. Pachka mashina, bitta qanchadir 12 ming 12 ming yurgan. Bu ham narxi 140 million so'm. Bu ham avtosalonda 155 milliondan sotilgan. 2025-yil. Bu ham pashti bes praviy Shunaqa. ekan, ko'ringlar. Buni ham bank barter Qilib kelishamiz. beramiz. Qilib beramiz, muammo yo'q. Ilyor aka, hamma obunachilar o'zi mashina bozoridan mashina olishga sal qo'rqib cho'chib qolganda, Shunaqa. ertaga kraska, probeg masalasi sizdan olsak qanaqa bo'ladi? Mahallaga minib borgandan keyin kraska chiqib qolib, unaqa bo'lmaydimi? Iloji boricha kelgan klientlarni kutib olib, любой mashinani tanlashadi. Bir so'm baraka puli olinmaydi-da. Mashinani kaltini beraman, olib borib tekshirtirib kelishadi. Bo'li shu mashina bizga ma'qul, aytganingizdek ekan desa, mashinani pulini olamiz. Agar yo'q, siz aytgandek bo'lmadi desa, shundan olib qo'yamiz, boshqa variant bera olamiz.
Shtobi nimaga? Erta bizadan olib ketgandan keyin mahallasiga, qishloqqa borganda o'sha sen kraskali olibsan yo anaqa yaxshi mosh olmabsan degan gap kerak emas. Mayli shu bizga foyda qolmasa ham, shu bizadan olgan odam baraka topsin, bo'ldi tamom. Demak, bemalol usta bilan kelib tekshirib ko'rsatib olsa bo'ladi. Bemalol hech qanaqa muammo. Buni ham narxini aytib ketamizmi? Bu 2025 pachka, chista midline. Bu ham skidka narxida, endi qoralar o'zingiz bilasiz, sal qimmatroq yuradi. Buni ham skidka narxida 148 million tushirib qo'yganmiz. Zo'r. Mana Pachka. hamma kutganda zavod narxidan arzon bo'lishini shunaqa kunlar keldi. Zavod narxidan o'zi zarariga sotish boshlanyapti. Bu juda ham zo'r. Shunaqa. Xo'p, ko'rsatamiz buni. Spark Nexia 3 bitta. Keling. Gentramiz 2018-yil avtomat korobka, kraskasi toza. Puli yengilidan. Ha, 80 ming yurgan. Buni ham narxini skidka narxida 102 million so'mga tushirib qo'yganmiz. 100 dan pastiga naqdga. Ya 100 dan pastga bitmaydi, 100 dan tepasiga bitadi. 100 atrofida eganda. Shunaqa. Buni ham barter yoki yarim pulni berib ajdar Farqi yo'q, любой variantni qilib beramiz. Keyin 2015-yil Cobalt olib kelganmiz, avtomat. Mexanik avtomat? Avtomat. 140 ming halol probegda, pachka baloni bor, chexol poliklari bor, tayyor mashina. Buni 88 million baho qo'ydik. Endi kimdir yozishdi, sen qimmat qo'yding, unaqa bunaqa. Yana kelishsin, savdoni ustida kelishtirib beramiz. O'zini eski mashinasi bo'lsa ham hisoblab olib qilib beramiz. Ko'ringlar. Naqdga, barterga, yarim pullari bo'lsa nasiyaga kelishib ketaveramiz. Xullas, bunaqa imkoniyatlarni faqat o'sha mashina bozor ro'parasidagi avtomillion qilib beradi. Nexia 3 olmoqchi bo'lganlar uchun. 2020-yil 70 ming yurgan, kraska toza, tonirovka ruxsati bor, propan gazi bor, pachka balonlarigacha qo'yilgan. Bu ham skidka narxida o'zini puliga 107 millionga qo'yib beramiz. Avtomat bu? Avtomat. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, Chunki o'zini puliga turibdi, o'zini puliga beraveramiz. Ya'ni nima deydi o'sha ko'tarmay, endi tushib boryapti-yu. Mana shu o'zini puliga foydasi shart emas. Zo'r juda ham. Shunaqa. Xo'p, o'zi ko'plab obunachilarimiz bosh to'lovsiz chiqarib berar ekanmi? Endi internetda, Instagramda shunaqa bo'lyapti-yu. Bosh to'lovsiz desa hamma o'sha yerga chopib ketyapti. Shunaqa mashina olmoqchi bo'lgan obunachilarga nima? Endi siz baribir tajriba katta-ku. Shunaqa. Nima taklif qilasiz bosh to'lovsizga qiziqqanlar uchun? Boshlanish to'lovsiga iloji boricha ko'p tavsiya qilmaymiz. Nimagaki, uni oladi. Misol u kimnidir nomiga oladi, u chornisi bo'lsa, chornisi bo'lmasa oladi, uni to'la olmasa, bo'lib chornaga kirib qoladi u. Chornaga qoladi. Undan ko'ra boshlang'ich 10 million, 12 million qilishsa, men mashina qilib beraman. Ya'ni nimadan? Birlamchi bank asosida qilib beraman. Pullari pateriya bo'lmaydi. Hech qanaqa pateriya bo'lmaydi. Shtobi oylik to'lovni pastlatib qilib beramiz. Ikkilamchi bilan birlamchi kreditni grafikada farq ancha katta. Juda katta. Ikkilamchida misol uchun siz hozir 3 milliondan chiqsa, 5 oy to'lasangiz, hamma hisoblaydi, 5 oyda 15 million so'm mani kreditimdan kamaygan bo'lishi kerak. Misol uchun 50 million olsam, 35 million qolgan bo'lishi kerak. Unaqa bo'lmaydi ikkilamchi. Lekin siz birlamchi qilib olsangiz, uni 3-4 oydan keyin yopib, turib ketish imkoniyati bo'ladi. Misol mana Gentramiz, mana 2021-yil, kraskasi tozada, mexanika. 50 ming yurgan, hamma ishlar qilib qo'yilgan. Misol narxi 115 million deb qo'ygan bo'lsak, shuni bank 105 milliongacha beradi. Misol shu mashinaga. 105 berdimi, 10 million bizga bersa, o'sha narxi chiqadi. Plus yana 12 million rasxodga olib kelsin, oylik hujjatlariga. Oylik to'lov 3 million 100 dan 3 milliondan chiqarib beramiz. Ko'ringlar, olishga, haydashga barakat topadigan mashina. Xo'p, 4 yumshoq balon taqilgan ekan, Amerikanga taqib qo'yilgan ekan, arzon narsa emas bu. Gidravlik konditsioner ABS 4-pokoleniya gazi bor. Shunaqa. Ochilmagan-a? Ochilmagan. Ko'rib ko'rsatib, yana bir bor tekshirib ko'rib olaverasizlar. Ikkita 404 ekan nomerchasi o'zi. Ikkalasi Hasan Husan. Bunisi avtomati. 2022-yil 50 ming yurgan, metan gaz, kraska toza, pachka baloni bor. Buni ham skidka narxida 155 millionga tushirib qo'yganmiz. 155 millionga. Buni ham kelishamiz yana. Kelishamiz. Qora olmoqchi bo'lganlarga necha pul bu? Qora olmoqchi bo'lganlarga 2023-yil 40 ming yurgan, kraskalar toza, metan gazlari bor, tonirovka ruxsatlari bor, Amerikaga optira taqilgan. Gidravlik konditsioner ABS 4-pokoleniya metan. Buni narxini 168 million deb baho qo'yganmiz. 165 million qilib beramiz, yana kelishsa, yana kelishtirib beraveramiz. Savdolashadi bu yoq. Shunaqa. Buni ham bank, barter kelishib turamiz, ha? Shunaqa. Arzon Captiva'ni ko'rsatamizmi yoki bormi yana variantlar, arzonroq variantlar? Bitta avtomatimiz bor. 2022-yil avtomat Bezluk. Buni boshlang'ich to'lovi 8 millionga chiqarib beramiz. Oylik to'lovi ham uncha qimmat emas, 4 million 400 dan chiqarib beramiz. 40 ming yurgan. Ikkita orqa kalinkasida, kirlosida petno bor.
bir qarz kelgan odamga ko'rsatamiz. Nima deydi? Oylik to'lovi yaxshi avtomat 22. Tan narxi 123 million so'm. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon qilgan, to'liq ma'lumot olishadi. Shunaqa. 555 nasiyaga ketadimi hali ham? Nasiyaga ketadi. Amaldami? Shunaqa men yozib qo'yganmiz. Yana ham o'z skidka narxi tushirib qo'yganmiz. Buni ham narxi 120 million qilib qo'ydik. 60 million puli boriga 1 yilga nasiya chiqarib beramiz. Yil probeg 2019 123 ming yurgan kraska bitta mana shu kiloda pitno bor. akamiz o'zini mashinalari. Shunaqa o'zimiz yurgan bank mashinamiz. aralashtirmasdan aka 5 mingni beraman, 5 mingni Shunaqa. kelasiz desangiz ham beraveradilar, xudo xohlasa. Shunaqa beraveramiz bemalol. Xo'p, endi Captiva'ni ko'rsatsak bo'ladi. Keling, o'sha boya sizga aytgan arzon Captiva'miz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, mexanika, hamma ishlari qilib qo'yilgan, tayyor, motor hadovoyda umuman ishi yo'q. Shu 60 millionga, ya'ni nima deydi, bir Nexia 2 ni puliga Captiva. Zo'r, salon sostenasi chotga ekan. Shunaqa. Buni taqalgani necha pul endi bitishi? Buni 60 million qilib beramiz, taqalgani, chunki buni kecha hisoblab olib qoldik. Captiva 1da 4 qilishgan. Menimcha 60 millionga Captiva bo'lmasa kerak. Bozordan topib bo'lmaydi. Bozorda top bo'ladi, lekin bunaqa Sostenadagisini topib bo'lmaydi. Buni barter qilib ko'ramizmi? Nexia farqi yo'q. Nexia bilan Matiz Tiko bo'lsa ham farqi yo'q. Zo'r juda. Qilib beramiz. Xo'p, buni ko'rsatdik. Endi o'sha hisoblab olingan pul yengil variantlarni. Bitta arzon Cobalt'imiz ham bor. Xo'p. Mexanika. Mexanika 2020-yil. 4ta pachka baloni bor. Chexol poligi bor, tayyor mashina. Bir kurugdan ochiq yurgan, metani bor. Buni narxini 95 million deb baho qo'ydik. Yana kelishsin, kelishtirib qilib beramiz. Savdosi bor xullas. Shunaqa. Bunga barter kelishaveramiz, a? Shunaqa. Istalgan haydab yurgan mashina olib kelsa, barterga hisoblab olish varianti ham bor. Shunaqa. Endi mana shu puli yengil orqa qatorda Nexia'lar turibdi. Akamiz 14 millionga Nexia qilib beraman degandi. Davom etamiz. O'sha sizga boya video boshida aytgan 14 million Nexia'miz mana shu. 99-yil. Motor hadovoylari yaxshi, ballonlari ham bo'lim endi yuradi. Arzoni shu 14 millionga. 14 million. Buni qanaqa? Yarim pul borga bir oyga nasiyaga. Kelishaveramizmi? 8 million bersa, qolgan bir oy kutamiz mana. Anaki, arzoni shuni ham nasiyaga beraman deyapti. Hujjatlar qanaqa? Joydami? Gen davers beradi, pramo egadan geno beramiz. Xo'p, bo'ladi. Navbatdagi. Chunki bu eski mashinalarning hammasini oldi-sotdi qilishga kimdir qurbi yetadi, kimdir yetmaydi. Shu biz gen qilib beramiz, 3 yilgacha minib tursa, keyin zeriksa, o'kisa ham almashtirib yuramiz. Muammo yo'q o taraflama. Shunaqa. Xo'p. 2005-yil Sonus Lux Kansaner. Motor hadovoy ishi yo'q, yaxshiroq ballonlari bor, chexol poligi bor. Boshqa old-orqa pechat, где-то bir 40% da kraskasi bor-da, polni emas. Old-orqa kaltak yo'q-a? Yo'q, pechat. Ko'rib ko'rsatib olaveradi. Shunaqa. Endi Nexia 2 dan ko'ra Nexia 1 sal balandroq yuradi, o'zidan bilasizmi? Shunaqa. Chiroqchi bozorida ham, boshqada ham balandroq yuradi. Eskida shunaqada tanlov borda, eski Nexia 1 yoki eski Nexia 2. Hamma xullas bilasiz endi. Nexia 1 baquvvatroq-ku. Narxini 28 million deb qo'ydik. Yana kelishsin, ko'rib ustiga gaplashamiz. Ustida savdo qilsa bo'ladi. Ustiga ko'rsatib haydab ko'rish muammosi yo'q. 2003-yil. Bu ham yaxshi, oldi orqasi yaxshiroq. Bu ham Lux Kansaner Sonus Tramblor. Buni narxi ham 18 million juda arzon. Mana 18, 1,5 mingga borib bormay qoladi. Yana bugun kurs ko'tarilyapti. Yana 1400 necha pul bo'ladi xullas. Shunaqa. Xo'p, davom etaveramiz. Arzon bo'lsa aytib ketavering. Bu eskidan bor edi, 2015. Buni narxi 48 million. Keyin mana bitta kecha hisoblab olib qoldik buni ham. 2016-yil, kraskasi toza. Ya'ni bitta yo bu kirlo yo u kirlosi petnosi bor. 1.6 Lux Kansaner, motor hadovoyda ishi yo'q. Yaxshiroq balloni bor, chexol polik. Misol, obrachochim ichlaridan ko'rsatib ketsangiz ham bo'laveradi. Sostenasi yaxshi deyman. Yaxshi. Xo'p, chexol Lux variant, chexol polik. Tayyor. Motor hadovoy korobka. Motor hadovoyda ishi yo'q. 907 mejigar pultlari ham bor. Tayyor. Metan gazi o'rnashtirilgan. Buni narxini 50 million deb baho qo'ydik. Yana qiziqqanlar bo'lsa, kelishtirib, chiroyli narxida qilib beramiz. O'zini eski mashinasi bo'lsa, olib kelsa, almashtirib beramiz. Shu yetmaganini, misol uchun, qancha vaqtgacha cho'z? 1 oygacha. Undan ozroq. Undan ozroq qila olmaymiz, 1 oygacha kutib olamiz. Demak, 1 oygacha nasiya savdoga hech qanday pul qo'shmasdan o'zini pulini akamiz kutib turadi. Shunaqa. Xullas, ko'ringlar. Yoki bo'lmasa bank qilib olsangiz ham bo'laveradi. Arzon Matiz qo'ygandik, esingizda bo'lsa o'tgan videomizda. 15 million qo'ygandik buni. Ko'pchilik yerda motori moy yeydi deb qaytib ketaverdi.
Keyin buni polni motor qilib chiqdik mashinani. Remont qildirib qo'yildi bu. Polni remont qildirib, hadoga qaratildi, hamma joy qaratilib, chotki qilib qo'yildi. Endi olgan odam yarimta kaltdan yo'qadi, minib ketadi. Endi nech pul endi? Endi 15 millionga qo'ygandik. O'shanda ham biz foyda qilish emas, shu mashinani motoriga past 3 millionga yaqin pul ketdi. Shuni 2 millionni qo'yib, 17 million qo'yib beramiz. Yana 1 million baribir tushib beryapti. Yana tushib beramiz. Shu olgan odam baraka topsa, genda bersam chiqadi. Hujjatlar joyida. Shunaqa. Yarim pullar bo'lsa, birovga akamizga qilib bersanglar, xullas Shunaqa. kelishib haydab ketib baraka Shunaqa. topib haydasanglar bo'ladi. Bugun bitta mana mashinani sotib oldik. 2024-yil 50 ming yurgan, kraska toza, avtomat, Cobalt. Chexol polilar bor, tayyor mashina ekan, benzinda. Bu narxi juda ham arzon. Balonlari. Bugun ertalab 125 millionga sotib oldik shu mashinani. Kimga qiziq bo'lsa, 126 millionga sotamiz. Mana ke. Tayyor. O'zini puliga, olingan puliga bo'lyapti pastida. Shunaqa. Gen bo'lar ekanmi? Gen ham bo'laveradi. Gen bo'laveradi. Benzinda yurgan. Narxi qancha? 126. 125 millionga olganmiz, 1 million qo'yib sotamiz. Yarim puli borlarga qanchadan chiqadi? Например, oylik to'lov 3 yil olsak. Где-то 3 millionlardan 3 yilga chiqarib beraman. Ko'ringlar. Yaxshi variant. Cobalt olmoqchi bo'ladiganlar bo'lsa. Shunaqa. Yoki-da telefon qilib, "Menda Ilyor aka shuncha pul bor, qolgani nech puldan chiqadi" desanglar, akamiz chiroyli hisob kitobini qilib beradi. Kelganlaringizda yaxshi bonus sovg'alar bilan jo'natisham akamiz zimmasi bo'ladi. Bu tarafda ham bormi arzonlar? Bor. Bu tomonda ikkita mana bunaqa rossiyskiy mashina olib kelib qo'yganmiz. Ya'ni nima deydi? Videoda aytganmiz-ku, любой mashina olib kelsang, qabul qilib olamiz, farqi yo'q. U Endi gapga javob beraman. gapga javob berishimiz kerakki, shu qanaqa mashina bo'lsa kelsa, biz olaveramiz, farqi yo'q. Xo'p, Lada Vesta'miz 2018-yil. Ikkita eshigida kraskasi bor, metan gazi bor, motor hadoylari yaxshi. Buni narxi juda ham arzon, 50 millionga qo'yganmiz mashinani. Barter ham ketaveradi. Barter ham ketaveradi, farqi yo'q. Shu joy lekin yengillik bo'ldi-ya. U Juda. misol uchun bozorga olib chiq, yuvdir, avvalgarchilik, uzoqdan keladiganlar juda ham qiyinda, bozorga bir konni tashlab ket. Muammo xullas. Shunaqa, kelishsang chiroyli narxda yana ham o'tib berib, kelishtirib beramiz, genda bersam beramiz. Largus. Largus 2015-yil. Xo'p, buni ham motor hadovoy deyish yo'q, pachka balonlari bor. Salon holati ham yaxshi turibdi. Bu mashinani sotib olganmiz. Ya'ni kelgan bizga pul zarur, bunaqa degan uchun sotib olganmiz. Xo'p, buni narxini skidka narxida hozir kecha kunduzda shu mashinani 55 millionga sotsak, o'zini puliga sotgan bo'lamiz. Yana biror nima bonus mayli qilib berishingiz ham mumkin. 55 million sotsak, misol birinchi videoda 65 qo'ydik, 60 qo'ydik, oxirgi videoda 58 qo'ydim. Endi mayli, endi oxiri o'zini puli, ya'ni 55 ga turibdi, 55 ta o'ziga sotib yuboramiz. Umuman kaltaga yo'q, tayyor mashina. Gentra sotuvda emasmi bu? Yo'q, bu sotilgan bu. Sotilgan o'zi bu. Shunaqa. Matiz ko'rsatdingmi? Matiz 2012-yil, Nech pul? kraskasi toza, narxi 28 million so'm. Sostenasi yaxshi. Gazmi, benzinmi? Qanaqa? Metanlargacha bor. Gazlari bor. Shunaqa. Xo'p, demak, mashina olishda yoki barter qilishda avtomilyon tanlash kerak. Akamiz Ilyor akamiz yaxshi bonus sovg'alarni o'zimning hisobimdan qilib beraman. Mayli, bo'lsa shu obunachilarga bo'lsin deyaptilar. Shunaqa. Mana, manzilda adashmaymiz. Mashina bozori, mashina bozorida ro'parasida boshqa tepalarga chiqib ketish shart emas. Shunday peshxotdan o'tamiz, avtomilyonga kiramiz. Ilyor aka, yana qanaqadir bonus, yana bir nimalar qilib bermoqchisiz, aytavering, qolib ketmasin endi. Xullas kalom, nima deydi? Bizani kuzatuvchilar yana ham kuzatib boraversalaringiz, yana ham sizlar uchun nima deydi? Arzon narsa qo'yishga va sifatli narsa qo'yishga, unaqa salag'i chiqib ketgan, rasos chiqib ketgan mashina emas. Maqsad nima? Xalqqa yig'gan, tergan puliga mashina qilib berish, maqsad shu. Misol, mayli foyda qolmasa ham, boshqa qilmasa ham, bittasidan bo'lsa, bittasidan qoplab ketaveradi. Shtobi klient xafa bo'lmasa bo'ldi. Bizga shu muhimroq. Zo'r. Istalgan mashinani olib kelasiz, yangirog'iga barter qilasiz yoki naqd pul zarur taqalab turibdi desangiz, naqdga olib qolaveraman. Любой turda, shunaqa, любой turdagi mashina olib kelsin, xohlashsin mashina olsin, xohlashsin almashsin, xohlashsin naqd pulga sotsin, kelishtirib hisoblab olib naqd pullarni beraveramiz. Ilyor aka, ma'lumotlar uchun rahmat, vaqt ajratganingiz uchun alohida rahmat. Kelganda obunachilarimizni chiroyli kutib olish, yaxshi bonuslarda bir yaxshi uloqda jo'natish siz zimmangizda bo'ladi. Hammani Qarshi mashina bozori ro'parasidagi avtomilyonda kutib qolamiz. Videoga like bosib, mashina olmoqchi, sotmoqchi bo'layotgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Hammaga rahmat.